Xalqimiz orasida qomusiy olim Abu Rayhon Beruniy haqida bir qator qiziqarli ma'lumotlar va rivoyatlar yashab kelmoqda. Beruniy o'z davrining deyarli barcha ilmlarini egallagan olim bo'lgan. Uning jami ishlari ro'yxati shogirdlari tomonidan tuzib chiqilganda 60 varaqdan iborat bo'lgan ekan. Rivoyatlarga ko'ra, Xorazmdan G'aznaga keltirilgan allomaning ilmi va kuchli mantiq egasi ekanligini eshitgan Sulton Mahmud G'aznaviy Beruniyni shaxsan sinab ko'rmoqchi bo'libdi. Sulton amri bilan allomani bir xonaga joylashtiribdilar. So'ng Beruniyga xonadagi 4 eshikning qaysi biridan sultonning olim yoniga kirib kelishini aniqlashni buyurishibdi. Beruniy atrofidagi 4 eshikka va xonaga kirib kelajak Mahmud G'aznaviyga birma-bir boqib chiqibdi va so'ng usturlobni keltirishni so'rabdi. Asbob yordamida quyoshning balandligini aniqlab, uni yulduzlar jadvali bilan solishtiribdi. Matematik hisob-kitoblar qilib qog'ozga nimalarnidir yozibdi. Qog'ozni sulton ko'z o'ngida xonadagi gilam tagiga berkitib qo'yibdi. Sulton sinovni boshlash uchun xonadan chiqib ketibdi. Mahmud G'aznaviy hech kim o'ylamagan ishni qilibdi. U 4 eshikning hech biridan kirmabdi. Xizmatkorlarga devorni teshib, 5-eshikni ochtiribdi va o'sha eshikdan Beruniy oldiga kirib kelibdi. Sultonning sinov shartga va topqirligiga qoyil qolgan saroy ayonlari uning sharafiga hamdu sanolar, shoirlar esa olqishlar aytishni boshlashibdi. Beruniyga esa bechoraga qaragandek boqishibdi. Muzaffar kayfiyatdagi Mahmud G'aznaviy shartga ko'ra gilam ostidagi qog'ozni oldirib o'qishni buyuribdi. Qog'ozda shunday so'zlar yozilgan edi. Sabuqtegin o'g'li Mahmudxon xonadagi 4 eshikning hech biridan kirmaydi. Sharq tomondagi devordan yana bitta eshik ochib, o'sha yerdan kirib keladi. Sinovda yengilganiga chiday olmagan sulton Beruniyni xizmatchilar bilan oldindan til biriktirganlikda ayblab, derazadan tashlab yuborishni buyuribdi. Shunday ham qilishibdi, biroq pastdagi qavat derazasi oldiga qalin bo'z tortilganligi uchun olim lat ema yerga tushibdi. Beruniyni yana sulton yoniga keltirishibdi. Mahmud G'aznaviy zavq bilan olimga qichqirib, har qalay parvoz qilishingni sen oldindan bilolmading-ku, debdi. Olim esa bilar edim deb javob beribdi va o'zining taqdir bashoratlari kitobini keltirishni so'rabdi. Bu kunga atalgan sahifaga shunday deb yozib qo'yilgan ekan. Meni yuksak imoratdan tashlab yuborishadi, biroq Tangri izni bilan sog' holda yana oyoqqa tururmen. Mahmud G'aznaviy yana battar g'azablanibdi va Beruniyni qal'aga qamab qo'yibdi. Biroq keyinchalik allomaning buyuk iqtidoriga tan bergan sulton uni har doim yonida olib yuradigan bo'libdi. Boshqa bir rivoyatga ko'ra, G'aznada o'lim to'shagida yotgan Beruniy atrofida yaqinlari, shogirdlari yig'ilishganda, ular bilan birma-bir vidolashibdi. Biroq kelganlar ichida Xorazmlik ustozi Abu Nasrning kichik shogirdlaridan birining borligini anglab unga, "Hoy Urganji, siz qo'shimcha qiymat masalasining ustasisiz. Doim sizdan bir savol so'rmoq ilinjida edim. Endi bundanda ortiq fursat bo'lmag'ay", deb undan hisob-kitobda foyda olish usullariga oid savol so'rabdi. Shogird esa, "Ustoz, hozir savolning mavridi emas-ku", debdi. Shunda Beruniy, "Bu ochunni g'aflatda tark etishni istamaymen", deb javob beribdi. Yurtdoshining javobini tinglagan Beruniy muammoli joylariga o'z fikrini bildirib, masalaning to'liq yechilishiga erishibdi va hayotdan ko'z yumibdi. Shunday qilib olim umrining so'nggi nafasini ham yangi bir kashfiyotga bag'ishlagan ekan. Abu Rayhon Beruniy yaratganning izni bilan o'z zamonasining eng yetuk allomasi sifatida tarixda qoldi.